Hyundai Ioniq'larda shunaqangi radiatorni suratish bo'ladi. Хотя sud уровени maksimum bo'lsa ham. Bunaqa hollarda nima qilinadi? Gibrid servisga borib turib, bitta prokachka воздух qilib yuborasizlar. Prokachka воздух именно shu yerdan qilinadi. Hozir boshladi. Test failed. Mashina ready. Ketdi. Hozir pompani ishlayotganini ko'rsataman. Havoning chiqishini ko'ryapsizlarmi? Hyundai Ioniq'larda Ioniq, Kia приборный panelda постоянно radiatorni suratish chiqib qoladi. Antifrizni urinini tekshiring deb. O'sha narsani ketkazish uchun shunaqangi prokachka beriladi. Prokachka yarim soat qilinadi. Yarim soat shuni ishlatib qo'yish kerak bo'ladi. Shtobi hamma havoni sistemadan chiqarib olish uchun. Bunaqangi radiatorni surati qachon kelib qoladi? Qachonki suvni urinini tushib ketganda yoki biron bir komponent almashtirilganda, antifriz almashtirilganda shunaqangi tashibga kelib qoladi. Hozir mana pompa ishlayapti. Ko'rayotgan bo'lsanglar havo. Shu havo uchun shunaqangi ashibga beradi.